Hamma joyni xitoyliklar bosib ketdi. Voydod, endi nima qilamiz? Oxirgi paytlarda shunga o'xshash baqir-chaqirlar ijtimoiy tarmoqlarda to'lib ketdi. Xitoyliklar borgan joyni chigirtkadek tozalab tashlaydi. Ular bunga qanday erishadi? Albatta, birdamlik, tinimsiz mehnat va bilim orqali. Endi o'zimizga bir nazar tashlaylik. Dardu fikrimiz soqqa bo'lib qolgan. Hatto xalqning boshiga musibat tushsa ham, yordam qilishning o'rniga shu musibatdan soqqa qilish payida bo'lamiz. Agar ertaga qiyomat bo'ladi desa, joynamozning narxini 100 barobarga oshiramiz. Ish yo'qmas va dangasamiz. Biror narsaga mehnat qilib o'z kuchimiz bilan yetishishdan ko'ra, soqqasini berib qo'lga kiritishni afzal ko'ramiz. Natijada uquvsiz shifokorlar qo'lida bemorlar o'ladi, bilimsiz haydovchilar odamlarni bosib ketadi, ongsiz quruvchilar esa uylarni boshimizga qulatishadi. Oxirgi marta qanaqa kitob o'qidingiz? Afsuski, bu savolga juda ko'pchiligimiz javob bera olmaymiz. Biz tortayotgan xitoyliklar esa farzandlarini yig'latib o'qib turadi. Agar qaysidir o'qituvchi bizning farzandimizga shunaqa qilgudek bo'lsa, uni urib, yag'ini sindiramiz. Agar hayotimiz shu zaylda davom etadigan bo'lsa, xitoyliklardan avval o'zimizni o'zimiz yo'q qilib yuboramiz. Biz xitoyliklardan emas, o'zimizdan ko'proq qo'rqaylik. To'g'ri, fikrlarim sizga yoqmayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni inkor ham qila olmaysiz. Chunki bu ayni haqiqat. Agar biz birlashsak, mehnatkash bo'lsak va ilm olsak, dunyodagi hech bir kuch bizni qo'rqita olmaydi. Aks holda umrimiz dodvoy solish bilan o'tib ketadi. Tegib ketdimi?